Assalomu alaykum, Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy ofida Qanşartalda Yusuf akaning uyining stoyashkasini bitirdik. Bu yerda 385 kvadrat stoyashka qo'ydik. Bor yo'ri yo'q. Bu yerga ketgan xarajatlar 3 komas shibin tosh ketdi. 10 zil chega ketdi. Tiyini tegislugada ishlatdik. O'yli balandlarini. 250 xalta sement ketdi. Klyonka bor обязательный hamma yerinde. Setka 230 kvadratdan setka qo'ydik. 21 ming so'mlik setkadan oldi, yaxshi xilasidan. Mana ishlagan yerlarimiz. Pol necha so'm pul ketganini ham hisoblab qo'yibman. O'sha xarajatni qo'l oqqisida ichida bo'lib. Quygan yerlarimiz mana bu yerdan boshlanadi. Mana yo'g'i mana bunday gulatiz bo'ldi. Birinchi quygan yerimiz shu yer. Shu yerdan boshladik. Mana yer kranning turbasi. Bu yerga ketgan polni xarajat, qo'loqqisi, setkisi, toshi, hamma narsasi ichida 35 million so'm bo'ldi. 35 million so'm pul ketdi.